Stakandagi suv bo'lishni tashlab, ko'ldagi suv bo'lishni boshla. Burunqi zamonda hayotida yuz bergan ishlarning tashqi ko'rinishidan bakroq, ishlarning mohiyatiga, yuz berish sabablariga ahamiyat beradigan to'liq dono, mo'ysbit bir yog'ochchi yashagan ekan. U mo'ysbit yog'ochchining davomli ruhiy tushkun, har qanday narsadan to'liq shikoyat qiladigan, hech qanday narsadan rozi bo'lmaydigan bir shogirdi bor ekan. Bu ikkilarning mijoz xarakteri shu darajadaki ustasi qanchalik xushchiroy bo'lgan sari shogirdi xopchiroy. Ustasi qanchalik sexiy bo'lib ketgan sari shogirdi shunchalik pixsiq. Ustasi qanchalik yordamso'yar bo'lgan sari shogirdi shunchalik shaxsiyatchi, o'zlamchi bo'lib qoladi ekan. Shundaqla bu shogirdi ozroq bir qiyinchilik uchrab bo'lguncha chiroyiga chiqib bo'ladi ekanda, shu vaqtning o'zida ustasiga shikoyat qiladi ekan. Uning nazarida hayot butunlay balo musibat, qiyinchilik va dardlardan iborat ekan. Bir kuni dono usta shogirdiga bir dars berish maqsadida uni do'kondan tuz akilishga buyuribdi. Shogird g'o'dirg'inicha do'kondan tuz ep kelibdi. Usta shogirdiga qo'pollik bilan bir o'chum tuzni bir stakan suvga quyib aralashtirishni buyuribdi. Ustasining maqsadini bilinmagan shogird yana shu xafa chiroyi bilan ustasining deganini qilibdi. Shogirdining qilib bo'lganini ko'rgan usta yana shogirdiga qarab, "Agar mening yonimda davomli shogird bo'lishni xohlasang, stakandagi suvni ichgin" deb buyruq qilibdi. Shogird ustasining gaplarini anglab, beshida pek hayron qolibdi. Ondan shunchalik tasda suvdan bir yutum ichibla, chiroyini purishtirganicha yerga tukiribdi. Shogirdining bu qiliqlarini ko'rgan ustaning turilgan qapoqlari birdilla ichilib, tabassum bilan shogirdidan so'rabdi. "Ta'mi qandaqroq ekan?" Tuzliq bo'lgandim ajoyib tuzliq, xuddi zahardakla. Shogirdining bu javobini olgan usta illiq bir tabassum bilan shogirdining qo'lini tutganicha sahroning yoqasidagi suyi tatliq bo'lgan bir ko'lning yoniga kelibdi. Bir oz burun shogirdiga buyurganlarni bu yerda qilishga buyuribdi. Shogird bir uchum tuzni elib ko'lga to'kibdi. Ammo bu qatim suvni qonuncha ichibdi. Ustozi ilgirki savolni yana so'rabdi. "Suning ta'mi qanday ekan?" "Ajoyib tatliq ekan", debdi shogird. "Shundaqmi? Tuzning ta'mini tetidingmi, yo'qmi?" deb so'raganda shogird, "Yo'q, tuz ta'mini tetimadim. Tuz xuddi ko'lga tushib erib ketgandekli bilindi." Shogirdining javobini olgan dono yog'ochchi shogirdining yeniga kelib o'ltirib, shogirdiga bir umr esidan chiqmag'idek bir dars beribdi. "Man qara bolam. Hayotimizdagi qiyinchiliklar, dardlar, azob uqubatlar hammasi tuzga o'xshaydi. Ozmi emas, ko'pmi emas. Amaliyotda uning miqdori o'xshash. Faqat ta'siri uning qayerga qo'yilganiga bog'liq. Biror qiyinchilik yoki dard azobga duchor bo'lgan vaqtingda sening ko'ngil daryoringni kangri qilishing sen uchun yaxshi. Shuning uchun stakan bo'lishni tashlab, ko'l bo'lgin. Hayotga oxirat darajasidan qarashni biladigan kishi dunyo hayotida erishgan har bir ne'mat, ehson, shundaqla duch kelgan har bir qiyinchilik va musibatlarni Rabbi tarafidan o'rinlashtirilgan, ichiga minglagan hikmatlar yoshirilgan imtihon sababli bo'layotganligini obdan biladi. Bu vaqtda Janob Alloh mundaq deydi: "Imtihon sifatida sizni bir yaxshilik va bir yomonlik ichida sinaymiz. Masalan, ba'zida Alloh taolo bandasiga boylik berib, bandasining boyligini yetim yo'qsullarga qanchalik sarf qilganligiga qaraydi. Yana ba'zida bandasiga yo'qsullik berib, shu yo'qsullik ichida o'zini Rabbiga qanchalik taslim qilganligiga qaraydi. Ba'zida bandasiga kasallik berib, bandasining qanchalik sabr qilganligiga qaraydi. Yana ba'zida bo'lsa, bandasiga hukmronlik huquqini berib, uning qo'l ostidagilarning haqqiga qanchalik darajada rioya qilganligiga, yetim va yo'qsul kishilarni qanchalik darajada qanot ostiga olganligiga qaraydi. Hayotdagi mana bu imtihonlarda bandining qilishiga tegishlik ishi bo'lsa, qaysi o'rinda, qaysi ahvolda bo'lishidan qat'iy nazar har vaqt Janob Allohdan yordam so'rash va iymonida mustahkam turishdir. Shundaqla Janob Allohning har qanday imtihonda qaysinglarning eng yaxshi pozitsiya bildiradiganligini sinash uchun o'lim va hayotlikni yoritishdagi haqiqatini unutib qolmasligimiz kerak. Beshimizga kelgan har bir dard va qiyinchiliklarga bu sendindir ya Rabbim deb sabr qilishimiz va suyumlik payg'ambarimizning
tövendeki sözünü her vaqt eslab turishimiz kerak. Harg'inlik, davomli kasal bo'lish, g'am andisha, hatto putunga kirgan tikanga qadar musulmonning beshiga kelgan har bir musibat va qiyinchilikni Alloh uning gunohlarini o'chirishga sabab qiladi. Sözümüzni Mevlana Hazretlerining durdonilari bilan oxirlashtiraylik. Bir do'stga do'stning jafosi qandoqmi ig'ir kelsin. Jafo va qiyinchilik bir narsaning ichiga o'xshaydi. Do'stlik uning postiga o'xshaydi. Haqiqiy do'stlikning namoyandasi do'sti tarafdan kelgan jabr jafo, dard alam, balo musibatlarga labbay deb qabul qilib, do'stining o'tida kuyib, suyida eqish emasmi? Do'st oltinga, balo musibat o'tga o'xshaydi. Haqiqiy oltin o't ichida kuyib, tavlanish orqali o'zining haqiqiy sofligini namoyon qiladi.